Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarni 4-video darsda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. 4-video darsda biz sizlar bilan Arduino'dagi oyoqchalarni ko'p pinli qilishdi. Ya'ni to 2-oyoqchadan 13-oyoqchagacha bo'lgan oyoqchalarga svetodiod ulab 12 ta LED yoqishni o'rgatibman. O'rgatib o'tishimdan oldin biz birinchi Arduino ilovasiga kirib olishimiz kerak. Arduino ilovasiga ham kirib oldik. Ana endi bu yerdagi ortiqcha kommentariyalarni tozalab olamiz. Xo'p, bu yerda mana ko'rib turganingizdek ikkita slash bilan yozilganlar bizga kerak emas. Bizga faqat o'zimiz qo'llayotgan kodimiz kerak. Xo'p, birinchi o'rinda pinmod deb olamiz. Ya'ni to 13-oyoqchagacha bo'lgan pinlarni yozib chiqishimiz kerak bu yerga. 2 deymiz. Output deb olar edik. To 13gacha ketish uchun biz copyright qilamiz va pastga tushib bundan davom etkizib ketaveramiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek buni copy qilib oldik. Ana endi bularni o'zgartirib chiqamiz. Masalan, bunisini 3 deymiz, bunisini 4 deymiz, bunisini 5, bunisini 6, bunisini 7, keyingisini 8, bundan keyingisini 9 va buni 10 qilamiz. 11, 12 va 13-oyoqchalar. Xuddi mana shu joyda bizda 12 ta pin hosil bo'ladi. Ya'ni har bir svetodiodning plus oyoqchalarini biz tanlab oldik. Aytib o'tganimdek, minus oyoqchalarni yozib chiqish shart emas, o'zi avtomatik minus berib olamiz. Xo'p, va bu yerga serial.begin deymiz. Serial beginga biz 9600 yozib olamiz. Eslaganingizda serial begin faqat 9600 qabul qiladi. 9601 ham, 9599 ham bu uchun ortiqcha yoki kamlik qilib qolish mumkin, faqat 9600 qabul qiladi. Xo'p, void loop qismiga biz nima yozamiz? Void loop qismiga ketma-ketlikda yozib olamiz. Digital write deymiz va bu yerga biz nechinchi oyoqchani ulay boshlagan edik, ketma-ketlikda yoqishimiz kerak. Masalan, 2 deymiz. Height deb olamiz. Xo'p, pastga tushamizdan keyin delay beramiz. Delayga o'zimizga yoqqan millisekundlarda berishimiz mumkin. Aytaylik, men 3 sekunddan bermoqchiman. Bu millisekundda hisoblagani uchun biz bitta ortiqcha nolni yozib olamiz. Ya'ni millisekundda hisoblangani sababli. Xo'p, ana endi biz pastga tushamiz va buni o'chirib olamiz. Digital write deymiz va digital write ga biz 2 ni low qilib qo'ysak o'chadi. Ana endi keling pastga tushamiz va bunga ham o'chish davomiyligini beramiz. Bu yerda 3000 berib olgansak, o'chishini ham mayli aytaylik 3 sekund deylik. Ko'rib turganingizdek biz o'chirib ham oldik. Ana endi bu yerga serial qo'shamiz. Serial.print line, ya'ni line qisqartma so'z bo'lib, line bilan portda ma'lumotni qatorma-qator o'qishga qulay qilib beradi. Xo'p, bu yerga biz o'zimizga yoqqan ma'lumotni yozib olamiz. Masalan, 2-oyoqchani olagan bo'lsak, 2-chiroq yondi deymiz. Xo'p, xuddi shuni pastidan esa bu yerga ham serial print line yozib olamiz. Print line. Hech qanday harflar va nuqta virgullar qolib ketmasin. O'zingiz ko'rib, tekshirib, har safar qo'shimcha qilganingizda kodni tekshirib boring. Xo'p, masalan, bu yerga ham yozib olamiz. 2-chiroq o'chdi deymiz. Xuddi mana shu narsani copy qilamiz. Copyright qilib oldik. Ana endi pastga tushamizdan keyin adashib ketmaslik uchun biz bu yerga yozib olamiz. 3-chiroq deymiz va 3-chiroqnikini pastidan qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek mana pastidan joylashdi. Ana endi buni 3 deymiz. Bu yerni 2 qilib qo'yamiz. 3-chiroq emas, 2-chiroq bo'ladi. Ya'ni 2-oyoqchadan boshlanib to 13gacha borsa 12 ta bo'ladi. Xo'p, 3 ta berib oldik. 2-chiroq yondi.
Biz bu yerda adashgan ekanmiz. Bu yerda birinchi chiroq yondi deb olishimiz kerak ekan. Xo'p, bu yerlarni ham 2 qilib oldik. Xuddi shu yo'nalishda davom etamiz biz. Xo'p, bu yerga esa 3 deb olamiz. 3-chi chiroq deymiz va xuddi shu narsani copy qilib o'zgartirib ketaveramiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek biz to 13-oyoqchagacha bo'lgan oyoqchalarni ulab, 12 ta pin chiqarib oldik. Xo'p, ko'rib turganingizdek har bir qatorni o'zingiz qarab tekshirib chiqishingizni maslahat beraman. Xo'p, kodni tekshiramiz. Faqat bu yerda siz oldin port tanlab olishingiz kerak. O'shanda kod to'g'ri va port tanlangan deb chiqadi. Hozir bizda kodimiz to'g'ri, lekin ayrim sabablarga ko'ra port tanlanmagan, chunki hozir yonimda Arduino yo'q. Ulanishini sizga mana shu veb-saytdan ko'rsatmoqchiman. Endi o'zingizda ham doimiy Arduino bo'lmaydi, to'g'rimi? Shu sababli bu saytga kirib o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda Design and Simulate Arduino Project degan sayt bor. Shunga kirib bemalol o'zingizning loyihangizda yaratishingiz mumkin. Xo'p, hozir Design qismida turibman. Agar kod qismiga o'tsangiz, kod qismini ham bu yerda yozishingiz mumkin, lekin sizga maslahat beraman, birinchi bu yerda yozib olib, keyin bu yerga copy qilishingizni, chunki bu yerda yozgan narsalaringizda rangi o'zgarmas ekan. Design qismiga o'tib olamiz va sizga bittalab buni tushuntirib chiqaman. Chalkash ko'rinadi birinchi qaralganda, lekin aslida bu yerni kattalashtiramiz va ranglarga e'tibor beramiz. Mana Jindi, ko'rib turganingizdek Jindi chiqarib olyapmiz. Jindi kelyaptidan keyin bu parallel o'tgan bu oyoqchamiz. Mana shu to'g'ri qator bo'ylab davom etadi. Minuslarni olib o'tadi bu oyoqchamiz. Endi farqi yo'q. Bunga ulasangiz ham, lekin asosan bunga plyuslar ulanadi. Bitta pinga ulamoqchi bo'lgan oyoqchalaringizda ko'p qismlarini shunga ulab o'tishingiz mumkin. Masalan, ikkita svetodio'tni bir xil yoqmoqchisiz, masalan bitta pin kerak bo'lsa, mana shu bitta pin vazifasini bajaradi. Bu yerda jindilar soni 3 dona bu Arduinoda. Mana bitta jindi, mana yana bitta bu yerda 3 ta jindi bor. Общий 3 ta. 3 ta jindini biz hammasiga ta'sir etkazib ola olmaymiz. Shu sababdan bitta istalgan jindini olamiz va jindilarni svetodiodga ko'chirib chiqamiz. Xo'p, svetodiodni ham bu veb-saytda oyoqchalari mana bu katod, ya'ni minus oyoqchasi. Ustiga olib borgan paytingiz mana katod deb chiqadi. Bu esa anod oyoqcha. Ustiga olib borgan paytingiz anod deb chiqish kerak mana. Ikkinchi oyoqcha ko'k rangda deb chiqyapti mana. Ko'k svetodiod. Ana endi biz bu yerda ko'rib turganingizdek ikkinchi oyoqchadan boshlangan mana. Digit 2, ya'ni digit oyoqchadan, ikkinchi oyoqchadan digital chiqarib olyapmiz. Digital write-dagidek. Hop, ikkinchi oyoqchadan kelyapti. Mana to'q ko'k rangda, mana bunday kelyaptidan keyin buni plus oyoqchasiga ulanyapti svetodiodimizda. Hop, bu yerda esa digit 3, ya'ni ikkinchi svetodiodimiz. Bu yerdan kelyaptidan keyin keyingi ikkinchi svetodiodimizni yoqib olyapti. Mana bu yerdagi minuslar bilan biz hamma oyoqchaga ta'sir etkazib olyapmiz. Bu yerdan bitta olib o'tib ketamiz va polni hammasiga minuslarni ta'sir etkazib olamiz. Bu yerdagi outputlar bilan esa hammasini har xil yoqishimiz kerak. Shu sababdan hammasiga har xil ta'sir etkazib olamiz. Bir ikkita robototexniklar kirib bu videolarni ko'rishi mumkin. Nimaga bunchalik maydalab tushuntirasiz deb. Bu robototexnikani tushunmaganlar, birinchi marta bu videolarni ko'rayotganlar tushunish uchun shunday maydalab tushuntiryapman. Endi o'zingizga yoqqan uslubda qo'yasiz, xolasangiz yonboshmachasiga va sizga bir narsani tushuntirib o'tsam. Breadboard ham 3 ta turi mavjud. Masalan, half breadboard, oddiy, doimiy breadboardlar va full breadboard. Full breadboard uzunrog'i, masalan siz maslahat beraman full breadboarddan foydalanishingizga. Chunki pinlar soni ko'proq bo'ladi. Full breadboardni xolasangiz bunaqasiga qo'yasiz. Xolasangiz biroz kichraytirasizdan keyin mana bu knopkani bosishingiz bilan yonboshmacha endi loyihangizga qarab o'zgartirib olaverasiz. Keling, men sizga buni ishlashini ko'rsatib o'tsam. Xo'p, mana bu biz jindi ulab olgan oyoqchalarimiz to'g'ri pastga qarab yo'naltirilgan bo'ladi. Ya'ni pastga qarab bitta sim oqim o'tadi. Bitta jindi bilan hammasiga ta'sir etkazib olamiz biz. Bitta jindini shunday qo'yamiz va hammasiga bitta bo'lib ta'sir etkazib olamiz.
Xo'p, mana bu yerda harflar ketma-ketligi ketgan. Ketma-ketlikda mana A, B, C, D, E, F, G bo'lib ketgan. I, J. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bular bu tarafga qarab parallel ketgan bo'ladi. Hammasi yonma-yon, parallel shu tartibda. Bu yerdagilar esa pastga qarab ketgan bo'ladi. Ya'ni yonma-yon bo'lib, ustiga borgan paytingiz o'sha polni ta'sir qilayotgan oyoqchalar mana qizil rangda bo'lib chiqadi. Bu veb-sayt juda ham qulay, ya'ni o'zingiz Arduino box sotib olmaysiz va saytga kirib bemalol ulanishlarni ko'rib chiqasiz. Mana bu yerda komponentlar bor. Istalgan komponentni masalan Arduino Uno olib qo'yasiz yoki bo'lmasa Arduino Mega 2560 deydi buni. Ko'rib turganingizdek, bu yerda komponentlarni istalganini olib kod terishingiz mumkin. Bu yerda esa juda ham ko'p komponentlar mavjud. Xohlasangiz buni olib bu yerga qo'yishingiz mumkin. Loyihangizga qarab kattalashib ketaveradi. Avval sizga maslahat, sxemasini tuzib olishingizni maslahat beraman va bu yerda esa sizga tushuntirib o'tsam, bu yerda ranglar bilan ajratib olasiz. Bu yerda kabellar ustidan o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Endi real hayotdagidan farq qiladi albatta. Rangiga qarab ajratib olasiz. Mana digit 9 deydi. Ustiga bitta bossangiz, ustiga bitta bosgan paytingiz mana Switch color rangi, qaysi rangdagi jumper qaysi oyoqchaga olib borishini aytadi. Qaysi sim, qaysi oyoqchaga borishini. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Video manfaatli bo'lsa, albatta yaqinlarga jo'natib qo'yishingizni maslahat beramiz va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.